Akadiso DVT ishga tushirdik. F7 ni bossak, o'chadi setka. Rec probel 0.0. Endi o'lchamda chizishimiz mumkin. Masalan, 7 metrga 5 metr. Agar mana bitta vergul ishlamay qolsa, mana bu joyda, ya'ni tab ishlamasa, vergul yozib enter bossak, chizadi. Hop, buni bitta xona deb tasavvur qilgan bo'lsak, buni metr kvadratini qanaqa chiqaramiz? Masalan, o'lchamini buni yozganimizda ko'rinmayapti. D probel modify symbol 140 190 simvolda mana qo'ysak ham bo'ladi. Tak, line o'tib 50 yozsak, tekstga o'tib 50 yozsak 0. Close. Oson yo'lda mana bu 3 metr chiqadi, chunki 400 tashiganimiz hisobiga. Xos xato chizib qo'yibdi, chunki voy tab bosganmiz, ishlamadi. Bu line olamiz. 5000 6000 5000 close. 5 ga 6 ni ko'paytirsa necha bo'ladi? 30 bo'ladi, to'g'rimi? Ctrl 1 bosamiz. Bu line tanlab turibdi. Mana buni ozgina kattaroq olamiz. Mana buni ushlaganimizda mana area 30 metr kvadrat. Boshda ikkita raqam olamiz. Bu yerdan 6 tani olib tashlash kerak. Qachonki list yozamiz. Enter. Mana area turibdi. Shunda biz mana bu oxiridagi 6 ta raqamni chiqarib tashlaymiz. 1 2 3 4 5 6. Shunda bizga shu metr kvadratini asosan shu yerda ko'rsatadi. Buni anaqasini endi buni ozgina sложныйroq qilgan bo'lsak, mana buni bu yoqqa tortib 1500. Endi ko'rsak, mana o'zgaryapti 39 metr kvadratga. Olti 5 ga 6. Kalkulyator olib 605 ko'paytiruv 6. Mana. Shunda metr kvadrat kelib chiqyapti. Oson shunaqa qilib chiqarish mumkin ekan metr kvadratni. Murakkab shaklda, ayniqsa mana bunaqa qo'shimchasi bor shaklda ham metr kvadrat chiqarish bir xilda qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni hozir buni oddiy kalkulyatorda ham chiqarish mumkin, lekin mana bunaqa shakl bo'lib qolsa. Trim qilsak, hozir mana bu yopishmasa, bu chiqarmaydi. Mana Ctrl 1 bossak, areasi mana kichkina bo'lib chiqib qoladi bir xilda. Shuning uchun bu yangi versiyalarda umumiy chiqarishi mumkin. Mana bu bunaqani. Lekin mana 44 mana listda aniqroq chiqadi. Oxirgi raqami 5 dan tepa bo'lsa, demak butun 6 qilish mumkin. Mana o'ta aniqlikdagi mayda sonlar 44 desak bo'ladi. 41 desak ham bo'ladi. Shunda mana bu join bo'lgandan keyin mana kelib chiqyapti. Bu mana buni anaqasi. Mana bu chizig'i. Bunaqa murakkab shakllarda ham yoki boshqacha, ozgina boshqacharoq shakllarda ham buni chiqarish oson bo'ladi.